Bizga seriya o'zish kelgan do'stlar, bitta like bosib shu diskamizni tuzalishini ko'rmasanglar bo'lmaydi. Bunga shu darajada qattiq ko'tarib berganki, bitta oyog'i ham sinib ketgan. Mana shu vasmirka bo'lgan joyini sentri bo'lsa, mana shu oyog'i singan. Endi buni shu darajada sifatli svarka qilish kerakki, vasmirkani tortayotgan paytda qaytib shu joyi sinmasligi uchun. Egasini aytishi bo'yicha sekingina kichkina skorost latovchaga sekingina tushgan ekan, o'sha payt shu darajada qiyshayib ketgan ekan. Aha deb o'zimizni ishonganga soldik. Hozir mana shuni ishni boshlaymiz. Diskamizni oyog'ini mana bunday chiroyli faska o'rniga keltirishimiz kerak. Bo'lmasa svarkamiz orasiga yetib bormaydi, sifatli ham chiqmaydi. Svarkamizni akkuratni qilib oldik. Ana endi vasmirkasini to'g'rilaymiz. Nima deb o'ylaysiz? Vasmirkani to'g'rilatganimda svarkam qaytib yoriladimi, yo'qmi? Pauzani bosib, fikringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Mana bu o'sha svarka do'stlar, bironchi yo'rilgani yo'q. Ana endi natijani ko'ramiz. Agar natija sizlarga yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Ashaddiy muxlislarimizdan kommentariy ham kutib qolamiz. Mana bu natija. Adashmasam chiroyligina bo'ldi. Svarkamiz mana bunday tekstlab oldik hamma yoqdan. Ana endi ranglaydigan ishlari qo'ldan. Shut qilib bitta ranglasalar bo'ldi.